yoz oylarida iyul, iyun, avgust oylarida ota-onamni umra safariga jo'natsam nima afzalliklari bo'ladi deganlarga Xudo xolasa men sizlarga mana shu narsalar bo'yicha to'liq ma'lumotlarni berishga harakat qilaman. Videomizni oxirigacha ko'ringlar. Xo'p, iyul ya'ni yoz oyida umra safariga yoz mavsumida borishda afzalliklari haram hududida ziyoratchilar juda ham kam bo'ladi. Aynan sog'lig'ida muammosi bor odamlarni ham aynan mana shu mavsumda olib borishlikni sizlarga tavsiya qilgan bo'lardik va Ka'bai muazzamaga yetib borishlik osonroq, ibodat qilishlar ancha oson bo'ladi. To'g'ri, lekin Saudiya issiq bo'ladi, yoz oyida yana ham issiq bo'ladi-yu degan savollar bo'ladi. Aynan mana shunaqangi savollarga akalar eng o'zi ko'p joylarda tavsiya qilinadigan vaqt bo'ladi. Kechqurungi soat 1 dan kechqurungi soat 3 gacha oralig'ida havo salqinlaydi. Baribir keyin Saudiyada barcha joylarda sovutish tizimlari yo'lga qo'yilgan. Sovutish tizimlaridan hech ham muammo bo'lmaydi. Hattoki o'sha suvlantirib turadigan apparatlar Madina Munavvarada ham, Makka Mukarramada ham har bir joylariga o'zi joylashtirilgan. Bunisidan o'ylanmasalaring bo'ladi. Va narxlar qisman arzonroq, yengilroq bo'ladi. Xudo xolasa aziz obunachilar, bizda yangi reyslarimiz qo'yilgan. Eng asosiysi rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays orqali umra safariga borishingizlarga tavsiya qilamiz va albatta videoda boshidan narxlarni aytib o'tay men sizlarga. Videomiz boshidan $995 dan Toshkent bir kun Dubay sayohati paketimiz bor, ya'ni pereslatkali reysimiz. Dubayda gastnitsa, yeb ichish ovqatlaring, Xudo xolasa hamma yo'g'i bilan bir kun Dubay sayohatini qilasizlar. Undan keyin esa o'sha Jidda shahriga uchasizlar. Ya'ni Toshkent Jidda pereslatkali reysimiz bo'ladi. Ushbu reysimizning narxini $995 dan qilib belgilaganmiz. Yo'q, bizga Primoy reyslarimiz kerak deganlarga Xudo xolasa Primoy reyslarimiz akalar 21-iyundan boshlab Primoy reyslarimiz qo'yilgan. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Undan u yog'iga ham bor reyslarimiz. Ushbu reyslarimizning narxini $1050 dan qilib belgilaganmiz. 28 mana shu oyning 28-siga Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reysimiz qo'yildi. Aynan ushbu reysimizning narxini $1070 dan qilib belgilaganmiz. 1050 hamda $1070 reyslarimiz Primoy reyslarimiz hisoblanadi. Sharoitlarimiz Madina Munavvarada markaziy 100-200 metr masofadagi gastnitsalar, Makka Mukarramada Xudo xolasa 1 kilometr masofadagi Malak Al-Safo nomli gastnitsamiz hisoblanadi. Va gastnitsalarimiz 4-5 kishilik xona joylashuvida bo'ladi. Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari taqdim etiladi. Yuqori yillik tajribali, malakali 50 boshlarimiz sizlarga hamsafar bo'lishadi. Xavfsiz va mukammal umra qilishliklaringga yelkadosh bo'lishadi. Aeroportdan birga borib, birga kelishadi Xudo xolasa. Va undan tashqari akalar Madina ziyoratlari, Makka ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati albatta firma hisobidan bo'ladi. Ravza-i Sharifga barcha ziyoratchilarimiz tashrif buyurgan. O'tgan yilgi mavsumda alohida ishchi guruh ish faoliyatini olib boradi. Xudo xolasa Ravza-i Sharifdan ham muammo bo'lmaydi. Va aeroport uchib ketishayotganda kamzil, bejik, sumka, vizalarni qo'llariga beriladi. Qaytishayotganda 5 litrli Zamzam suvlari hadya sifatida taqdim etiladi. Yana sizlarda qanaqangi savollar bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqishlaring mumkin. O'zbekistonning 12 ta viloyatidan onlayn Telegram orqali pasportlar tashab, o'zlaring joylaringni bron qilsalaring bo'ladi, Xudo xolasa. Va undan tashqari akalar 5 kishi, 10 kishi ko'pchilik bo'lib umra safariga bormoqchi bo'layotganlar ham aloqaga chiqinglar. Narxlarimizni chiroyli qilib sizlarga kelishtirib beramiz. Hamkorlikda ishlamoqchi bo'layotgan hamkor akalarimizni ham biz bilan birgalikda hamkorlikda ishlashga taklif qilamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.